Assalomu alaykum kitobxon do'stlar. Xabaringiz bor, 2025-yilning 10-mart kuni Kitobxon Yoshlar Ligasi onlayn kitobxonlik tanloviga start berildi. Ko'pchilik ishtirokchilarda tanlov bo'yicha juda ham ko'plab savollar bor. Ushbu video qo'llanma orqali tanlovda ishtirok etish, uni shartlari, o'tkazilish tartibi haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Shu sababli videoni oxirigacha tomosha qiling. Tanlov doirasida barcha ishtirokchilarga vazifa qilib, mana bu qo'limda turgan 3 ta kitob berilgan. Birinchisi Jadidlar to'plamidan Mahmudxo'ja Behbudiy kitobi, ikkinchisi Said Ahmadning Yo'qotganlarim va topganlarim kitobi va uchinchisi Jack Londonning Martin Eden kitobi. Mana shu 3 ta kitobni 26-mart sanasiga qadar o'qib chiqishingiz kerak bo'ladi. 26, 27, 28-mart kunlari esa onlayn tarzda test ishlash jarayonlari bo'lib o'tadi. Testlar aynan mana shu 3 ta kitob bo'yicha tuziladi va sizga har kuni 50 tadan jami 150 ta test savollari beriladi. Siz testlarni kunning istalgan qismida, xohlasangiz 12:00, xohlasangiz 15:00, xohlasangiz kechki soat 22:00 da ishlashingiz mumkin. Har bir testga 1 daqiqadan vaqt va umumiy 50 ta test uchun 50 daqiqa vaqt beriladi. Siz bir urinishda barcha testlarni ishlashingiz kerak bo'ladi. Testlarni yarmini kunning birinchi qismida, yarmini tushlikdan so'ng ishlashga ruxsat etilmaydi. Bir marotaba kun davomida test ishlashni boshladingizmi, 50 ta savolni tugatib, keyin testni yakunlashingiz kerak bo'ladi. Siz testlarni ishlash uchun loyihaga 5 nafar do'stingizni taklif qilib, kamida 5 referal ball to'plashingiz kerak. Agar sizda 5 ta referal ball bo'lmasa, siz test ishlay olmaysiz. Shu sababli ham referallarni to'plash majburiy. 26-mart kuniga qadar bu ishni amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Istasangiz bugunoq 5 ta referal yig'ib qo'ying, istasangiz 3 kundan keyin, xohlasangiz 25-mart kuni yig'ing 5 ta referalni. Xohlasangiz eng oxirgi muddat 26-mart kuni 5 ta referalni yig'ib, o'sha kunning o'zida test ishlashni boshlashingiz mumkin bo'ladi. Referal ball yig'ish tartibini esa xullas bu yerda video ketadi, ekran zapis bilan tushuntirib ketamiz. Tanlovga ro'yxatdan o'tish uchun tanlovning rasmiy boti kitob tanlov botiga kiriladi. Mana shunaqa ko'rinishda bot tayyorlangan, hamma ma'lumotlari kiritilgan kitob tanlov bot manzili. Botga kirganingizdan so'ng start bosasiz botga va sizga ma'lumot chiqarib beradi. Ikkita kanalga obuna bo'lish. Birinchi kanalga ulanamiz va ikkinchi kanalga ham obuna bo'lib, obuna bo'ldim tugmachasini bosasiz. Shundan so'ng ishtirok etish uchun pastdagi ro'yxatdan o'tish tugmachasini bosing deydi. Ro'yxatdan o'tish tugmachasini bosib, mana alohida oyna ochib beradi. Bu oynaga o'zingizni ma'lumotlaringizni kiritasiz. Mana tepada yozib qo'ygan ism familiyangizni deb yozibdi, demak Izzatxo'ja Asomiddinov. Bu yerga qanaqadir otasini ismini yozish shart emas, faqatgina ism familiyani o'zi yetarli. Statusingizni belgilaysiz, ya'ni talaba bo'lishingiz mumkin, o'quvchi, tutor va hokazo. Deylik, talaba matni belgiladim. Shundan keyin hududingizni tanlashingiz kerak. Ayni hozir qaysi hududda bo'lsangiz, o'sha hududni tanlaysiz. Deylik, Buxoro viloyatidan bo'lib, Namanganda o'qiydigan bo'lsangiz va ayni damda Namanganda bo'lsangiz, Namanganni belgilaysiz yoki Toshkent shahrida o'qiyotgan bo'lsangiz, tanlab yuborish tugmachasini bosasiz. Shundan so'ng ma'lumot chiqadi. Tabriklaymiz, barcha ma'lumotlarni kiritdingiz. Ro'yxatdan o'tishni yakunlash uchun botga qaytib telefon raqamingizni yuboring degan sizga ma'lumot chiqadi. Bu oynani o'chirib yuboramiz va telefon raqamini jo'natish tugmachasi mana pastda chiqdi. Ba'zi holatlarda mana bu bosilib knopka chiqmasligi mumkin. Bunaqa holatda mana bu 4 ta nuqtali belgi bor. Mana shuni ustiga bitta bossangiz, pastdagi tugmacha chiqadi. Demak, telefon raqamini jo'natish tugmachasini bosasiz. Telefon raqami yuborilgandan so'ng sizga ma'lumot chiqarib beradi. Hozirdanoq mana shu kitoblarni o'qing. Sizda vaqt bor. G'oliblar soni bo'yicha 26-mart kungacha kitoblarni o'qib tugatish kerak. Istasangiz do'stlarni taklif qilish tugmachasi mana buni bossangiz ham bo'ladi yoki mana bu tugmachalardan foydalanishingiz ham mumkin. Do'stlarni taklif qilishni bossangiz, bot o'zi sizga maxsus rasmli reklama beradi va pastida yozib qo'yilgan. Bu sizni referal havolangiz. Uni ko'proq do'stlaringizga yuboring. Referal ball yig'ish tartibi haqida ham yozib qo'yilgan. Ya'ni tanlov e'lonini do'stlaringizga tarqatasiz. Sizni havolangiz orqali kirib, tanishlaringiz xuddi siz kabi kanallarga obuna bo'lib, ism familiyasini yozib,
telefon raqamini yuborsa, sizga referal ball hisoblanadi. Agar ishtirokchi to'liq yakunlamasa, ya'ni oxirida telefon raqamini yubormasa, referal ball hisoblanmaydi degan ma'lumot bor. Siz mana shu xabarni barcha do'stlaringizga, guruh kanallariga yuborsangiz, sizni referalingiz hisoblashni boshlaydi. Pastda qo'shimcha natijalar bor. Mana natijalar tugmachasini bossangiz, bu ro'yxatdagi test emas, faqatgina referal bo'yicha, test bo'yicha mana ball hammada 0 turibdi. Hali testlar boshlanmagan. Test 26-mart kuni boshlanadi. Bu yo'lni ko'radigan bo'lsak, birinchi o'rin Fotimaxon Aliqulova 2395 ta referal ball turibdi. Bu degani Fotimaxon shuncha odamni loyihaga targ'ib qilib, tanlov haqida xabardor qilgan va Fotimaxonni referal linki orqali 2395 ta odam ro'yxatdan o'tgan. Va bular ham xuddi shunaqa. Bular hech qanaqa test natijasi emas. Test natijalari 26-martdan boshlab hisoblanadi. Pastda yana qo'shimcha tugmachalar bor. Misol uchun test savollarini ishlashni bossangiz hozir chiqmaydi. 5 ta referal ball yig'ishingiz kerak deydi. Men hozir ro'yxatdan o'tdim, referal ballim yo'q. Tanlov nizomi tugmachasini bossangiz, mana tanlov nizomi kirib batafsil barchasi bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Tanlov kitoblarini mana bu havola orqali kirib, audio variantlari va elektron formatlarini bemalol yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. 3 ta kitobni hammasini elektron hamda audio kitoblari mana shu kitob baza bot manziliga joylab qo'yilgan. Yana qanaqadir savollaringiz bo'lsa, pastda ko'p so'raladigan savollar bor. Mana shu savollarni bosib turib, siz o'zingiz savollaringizni berishingiz mumkin bo'ladi. Juda ham javobini topa olmagan savolingiz bo'lsa, nizomda yozilmagan yoki mana shu tushuntirishlar orqali sizga ma'lumot berilmagan savolingiz bo'lsa, mana bu tanlov nizomida adminga murojaat qilib turib, bot manzil berilgan. Mana shu bot orqali kirib murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu jarayonlarni to'liq amalga oshirib 5 ta do'stingizni loyihaga taklif qilganingizdan keyin siz bemalol tanlovda ishtirokingizni boshlashingiz mumkin bo'ladi. Faqat do'stlaringizni taklif qilishingiz kerak, kamida 5 nafar. Xo'sh, bu o'zi nimaga kerak? Referal ball to'plamasdan test ishlash mumkinmi degan savol juda ham ko'plab berilmoqda. Shu bo'yicha to'xtalib o'taman. Referal ballaringiz agar 5 tadan kam bo'lsa, siz aniq test ishlamaysiz. Bu tanlov targ'iboti uchun kerak. Misol uchun deylik, bir dona siz kitob o'qib, tanlovda qatnashyapsiz va siz tanlovni targ'ib qilib, kamida 5 nafar do'stingizni tanlov haqida xabardor qilib, ularni ham kitob o'qishiga sababchi bo'lishingiz mumkin. Bu orqali esa tanlov qamrovi kengayib, juda ham ko'plab yoshlarga bu haqidagi xabar yetib boradi va kitobxonlar soni oshadi. Referal to'plash sharti aynan shu uchun ham majburiy qilib qo'yilgan va qo'shimchasiga referal to'plaganlar, eng ko'p targ'ibotda faol bo'lgan ishtirokchilar uchun qimmatbaho sovg'alar ham reja qilingan. Referal ball yig'ib ham finalga o'tish mumkin ekan, test yechish insonni bilimi hech qanaqa ahamiyatga ega emasmi degan savollar juda ham ko'p berilmoqda. Aynan mana shu masalani hozir doska orqali batafsil tushuntirib berishga harakat qilaman. Demak, avval referal masalasida batafsil ma'lumot beraman. Bir ishtirokchi test ishlashi uchun kamida 5 ta referal ball yig'ishi kerak. Ya'ni bu majburiy 5 ta referal ball. Xohlasa 10 ta yig'sin, xohlasa 100 ta yig'sin, xohlasa 200 ta yig'sin, lekin 5 tadan kam bo'lmasligi kerak. Ishtirokchilar test ishlamasdan ham final bosqichga chiqsa bo'ladi. Buni hozir tushuntirib ketaman. Ya'ni finalda jami, mana finalda yozib qo'yaman bu yerga. Finalda jami 150 nafar ishtirokchi qatnashadi. 150 ta ishtirokchi. Mana shu 150 ta ishtirokchidan 30 tasi referal orqali o'tadi. Ya'ni bu 30 nafar ishtirokchi test ishlamasa ham final bosqichida qatnashishi mumkin. Bularga shunaqa imkoniyat berilgan, sababi loyihani targ'ib qilib, insonlarga yetkazib, ko'pchilik auditoriyani kitob o'qishga targ'ib qilayotgani uchun bu 30 ta ishtirokchiga mana shunaqa imkoniyat berilgan. Bu 30 ta ishtirokchi aniq sovg'a yutdi degani emas. Hozir bunga ham to'xtalib o'tamiz. Bular faqatgina to'g'ridan to'g'ri test ishlamagan jarayonda finalga o'tishi mumkin. Buning uchun referal ball to'plash bo'yicha top 30 talik reytingga kirish kerak. Hozir siz botga kirib natijalar tugmasini bossangiz, eng ko'p referal to'plagan top 40 talik ro'yxatni ko'rishingiz mumkin. Mana 40 sig'madi, botga yozib qo'yaman. Top 40 talikda pastdan boshlab ketgan ro'yxat palonchi, pistonchi. Bunda deylik hozir 2000 dan oshiq, 2100 deylik 43 ta referal,
kimdadir 1678 ta referal. Mana shunaqa tartibda ro'yxat ketgan. Mana shu ro'yxat bo'yicha 26 mart kuni 26 mart soat 20:00 ga qadar mana shu reytingda, top 40 talik reytingda eng ko'p referal to'plagan 30 nafar ishtirokchi test ishlamagan taqdirda ham 150 ta finalchi qatoriga qo'shilishi mumkin. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri finalga o'tib ketadi. Endi savol tug'iladi, faqat referal yig'ish majburiymi, tanish bilishi yo'qlar nima qiladi deb dodvoy solayotgan ishtirokchilar bor. Ularga kitobni o'qib, yuqorida ko'rsatgan 3 ta kitobimni o'qib ham finalga chiqish imkoniyati bor. Bu test orqali, ya'ni test ishlash. Yuqorida aytib o'tdim, 3 ta kitob bo'yicha 26, 27, 28 mart kunlari kitob tanlov bot orqali mana shu manzilda 30 tadan test kitob tanlov bot orqali mana shu manzilda 3 kun davomida 50 tadan jami 150 ta test ishlash kerak bo'ladi. Hozir 150 tadan 30 ta ishtirokchi finalga o'tib bo'ldi. Bizda yana 120 ta joy bor finalda. Ya'ni 120 ta ishtirokchilar test natijalariga ko'ra finalga o'tishi mumkin bo'ladi. Ya'ni 26 mart kuni 20:00 da 30 ta finalchi nomi aniq bo'lsa, 26, 27, 28 mart kunlari test yakunlanganidan so'ng yana 120 ta finalda ishtirok etadigan ishtirokchilar nomi aniq bo'ladi va 150 nafar final ishtirokchilari aniqlanadi. Xuddi mana shu tartibda 150 ta final ishtirokchilari aniqlanganidan so'ng bu ishtirokchilar final bosqichida ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Final bosqichi offlayn tarzda tashkil etiladi. Final bosqichi haqida ham qisqacha to'xtalib o'tamiz. Yuqorida aytib o'tdik, 150 nafar ishtirokchilar finalda ishtirok etadi va ularning hammasi o'zini hududidagi belgilangan manzilga borib, final testlarini offlayn tarzda yetish kerak bo'ladi. Misol uchun Farg'onadan 15 nafar, Xorazmdan 10 nafar, Buxorodan 20 nafar, Toshkentdan 40 nafar ishtirokchi finalga o'tdi deylik. Mana shu har bitta hududda biz bittadan oliy ta'lim muassasasini mas'ul qilib belgilaymiz va har kim o'zini hududida belgilangan manzilga, belgilangan vaqtda shaxsini tasdiqlovchi hujjati, pasport yoki ID karta, yana qo'shimchasiga haydovchilik guvohnomasi bo'lishi mumkin. O'sha hujjatini olib borgan holatda registratsiyadan o'tib, kuzatuvchi nazorati ostida va video konferensiya holatida biz tashkilotchilarning kuzatuvi ostida final bosqichi testlarini ishlab chiqishi kerak bo'ladi. Finalda 150 nafar ishtirokchi qatnashadi. Ularning 30 tasi referal bo'yicha finalga o'tgan bo'lsa, 120 tasi test bo'yicha finalga o'tgan hisoblanadi. Finalda mana shu ishtirokchilarning barchasining natijalari 0 ga tushiriladi. Ya'ni referal to'plaganlar ham test bo'yicha test ishlaganlarning ham hammasining natijasi 0 bo'ladi va barcha ishtirokchilar finalda test ishlashi kerak bo'ladi. Referal ballarim test ballariga qo'shib hisoblanadi degan umuman tushuncha yo'q. Hammaning natijasi 0 bo'ladi. Hamma bir xil imkoniyatga ega holatda finaldagi 50 ta testni ishlashi kerak bo'ladi. Yana bir ko'p berilayotgan savollardan biri, men talaba emasman, tanlovda qatnashishim mumkinmi? Yoshim 14 da, men o'qituvchi bo'lib ishlayman, davlat korxonasida ishlayman, tanlovda qatnasha olmaymanmi degan savollar ham juda ham ko'p so'ralmoqda. Tanlovning nizomida belgilab qo'yilgan. Ushbu tanlovda respublikamizdagi barcha xususiy, xorijiy, davlat, nodavlat oliy ta'lim muassasalari, ya'ni universitet, institut talabalari ishtirok etishi mumkin va shuningdek kasbiy ta'lim muassasalari, bu yerda kollej va texnikumlar hamda akademik litsey o'quvchilari tanlovda ishtirok etishi mumkin deb belgilab qo'yilgan. Agar siz maktab o'quvchisi bo'lsangiz, o'qituvchi bo'lsangiz, boshqa sohada ishlasangiz, uy bekasi bo'lsangiz ham tanlovda ishtirok etmang, kitob o'qimang deb umuman cheklamaymiz. Siz vazifa qilingan kitoblarni mutolaa qilib, o'zingizni bilimingizni, ilmingizni oshirishingiz mumkin, lekin tanlovni final bosqichida ishtirok eta olmaysiz. Sababi bu tanlovni tashkilotchisi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi bo'lganligi sababli bu tashkilot faqatgina o'z tizimida tahsil olayotgan talaba va o'quvchilarni moddiy rag'batlantirishi mumkin. Siz nizom bo'yicha to'g'ri kelmagan taqdiringizda ham tanlovda ishtirok etish orqali
Tanlovda ishtirok etganingiz bo'yicha sertifikat olishingiz mumkin onlayn tarzda. Bu Telegram botni o'zidan tanlov yakunlanganidan keyin beriladi va 3 ta kitobda yozilgan yangidan yangi bilimlar, voqeliklar, kitobdagi ma'lumotlar bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Agar siz tanlovda vazifa qilib belgilangan mana bu 3 ta kitobni hali ham o'qishni boshlamagan bo'lsangiz, sizda 11 kun vaqt bor. Mana shu kun ichida ushbu kitoblarni to'liq o'qib chiqib, test jarayonlariga tayyorlanishingiz mumkin. O'z bilimingiz bilan tanlovda ishtirok etib, qimmatbaho sovg'alar egasiga aylanish imkoniyati hali yakunlangani yo'q. Kitoblarni elektron formatda bizni kanallarimiz va maxsus botimiz orqali ham yuklab olishingiz mumkin. Qo'shimchasiga har bir kitobni audio formatlari ham e'tiboringizga havola qilinadi. Tanlovda barchangizga omad yor bo'lsin.